Prezident davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi yopiq, strategik va mas'uliyatli tuzilmalardan biri sifatida shakllangan bo'lib, uning ildizi mamlakat mustaqilligi e'lon qilingan dastlabki kunlardan boshlangan yangi siyosiy arxitekturaning markaziy qatlamiga borib taqaladi. Mustaqillikning ilk yillarida siyosiy tizim qayta shakllanayotgan, xavfsizlik strukturalari sovet davridagi modellar asosidan milliy formatga o'tkazilayotgan bir paytda davlat rahbarining shaxsiy himoyasi, konstitutsion tuzumning daxlsizligi va mamlakat suverenitetining barqarorligi uchun alohida, yopiqligi yuqori bo'lgan maxsus xizmat zarur edi. Aynan shu ehtiyoj keyinchalik prezident davlat xavfsizlik xizmatiga aylangan mexanizmning shakllanishiga sabab bo'ldi. Xizmat 2018-yilda tubdan isloh qilinib, zamonaviy xavfsizlik standartlariga moslashtirildi va davlat boshqaruvining eng yuqori pog'onasi turuvchi professional tizim sifatida mustahkamlandi. Prezident davlat xavfsizlik xizmatining vazifalari oddiy himoya bilan cheklanmaydi. Xizmatning asosiy missiyasi prezidentning shaxsiy xavfsizligi, davlat rahbariyati a'zolarining himoyasi, strategik obyektlar xavfsizligi, ichki va tashqi tahdidlarning erta aniqlanishi, davlat barqarorligiga rahna soluvchi har qanday provokatsiya, terrorchilik, suiqasd yoki sabotajning oldini olish kabi keng miqyosli jarayonlarni o'z ichiga oladi. Xizmat prezidentning har bir tashrifi, har bir ommaviy chiqishi, xalqaro uchrashuvlari, rejalashtirilgan va rejalashtirilmagan safarlarda xavfsizlikning barcha bosqichlarini nazarda tutadi. Yo'l harakat sxemalaridan tortib uchrashuvlar geografiyasi, joyning xavfsizlik qatlamlari, razvedka orqali olingan ma'lumotlar, xavfni neytrallashtirish bo'yicha tezkor choralar va alohida protokollargacha. Prezident davlat xavfsizlik xizmatining maxfiylik darajasi uning samaradorligini belgilovchi eng muhim omil hisoblanadi. Ularning aksariyat faoliyati jamoatchilik ko'z oldida emas. Ular tahdid yuzaga kelmasdan oldin uni ko'radi, yuzaga chiqmasdan oldin yo'q qiladi va davlat rahbariyati xavfsizligini buzishi mumkin bo'lgan har qanday xatarni jimlikda, professional tarzda bartaraf etadi. Shu bilan birga prezident davlat xavfsizlik xizmati global xavfsizlik modellari, ya'ni AQSh Secret Service, Rossiyaning PCO, Turkiyaning MIT va boshqa zamonaviy maxsus xizmatlarining asosiy tamoyillariga moslashtirilgan o'zining milliy tizimiga ega. Bu esa xizmatning bugungi xalqaro talablarga mos faoliyat yuritayotganidan dalolat beradi. Xizmat xodimlari mamlakatdagi eng yuqori darajadagi tayyorgarlikdan o'tadi. Ular jismoniy chidamlilik, psixologik barqarorlik, kuzatuv, tahlil, xavfni baholash, maxfiy operatsiyalarni boshqarish, tezkor qaror qabul qilish va maxfiy kommunikatsiyalarni yuritish bo'yicha alohida standartlarga ega. Davlat rahbarining atrofidagi har bir detal, har bir qadam, har bir obyekt, har bir yo'l, har bir uchrashuv chuqur tekshirilgan bo'ladi. Prezident davlat xavfsizlik xizmatining mas'uliyat doirasi prezident bilan cheklanmaydi. Xizmat davlat barqarorligiga ta'sir ko'rsatadigan strategik jarayonlarni kuzatadi. Xavfsizlik bo'yicha takliflar tayyorlaydi. Tashqi kuchlar tomonidan bo'lishi mumkin bo'lgan axborot ta'siri, siyosiy bosim, destabilizatsiya urinishlarini ham monitoring qiladi. Xizmat milliy xavfsizlik tizimining eng yuqori qatlamida turadi. U davlatning siyosiy uzluksizligi, boshqaruv tizimining barqarorligi va konstitutsion tizimning himoyasi uchun javobgar. Bugungi kunda prezident davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonning xavfsizlik arxitekturasida ko'rinmas qalqon vazifasini bajaradi. Ular davlat rahbariyati xavfsizligini ta'minlaydi. Mamlakat ichida va tashqarisidagi xavflarni doimiy tahlil qiladi. Global xavfsizlik tendensiyalarini kuzatadi va davlat manfaatlarini himoya qiluvchi strategik tizim sifatida faoliyat yuritadi.